Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarni doim qiynab keladigan savolga javob topasizlar. Bir marta adashib ikkita hit tegib qoldi, to'g'rimi? Unda ikkinchi momentni ko'ringlar. Bu hech qanaqa VPN, optimizatsiya yo bo'lmasa cheat emas. Bu shunchaki to'g'ri terilgan upravleniya hamda chust. Hozirgi kunda eng ommalashgan savol, ya'ni kimni chusti yaxshi, kimniki 60 FPS ga tushadi yo bo'lmasa 120 FPS ga tushadi. Endi bunaqa savollar bo'lmaydi. Sababiga hozir men sizlarga VPN siz, optimizatsiyasiz hamda cheatsiz mana shunaqa cho'tki zalyot qilishni o'rgataman. Hali ham shu o'tdamsizlar? Unda ketdi. Birinchi navbatda nastroykadan chust settingga kirib olamizda, men bu tretий лицoni minimum 80, maksimum 100 qilib qo'yamiz. Xuddi men aytgandek 80 dan baland 100 dan past qilib qo'ysanglar, zalyotinglar o'ta mo'shin darajada bo'ladi. Yonidagi birinchi лицoni ham xuddi shunaqa qilib qo'yamiz. 80 dan baland, 100 dan past. Menda ikkalasi ham 87 turadi, sababiki menga shu udobni bo'lgani uchun, normal zalyot bo'lgani uchun 87 qilib qo'yaman. Keyin men bu pastroga tushsanglar, разделение настроек degan narsa bor. Mana shuni o'chirib qo'yinglar. Hammada ochiq tursin. Endi giroskopga o'tsak, giroskopdan xuddi shunaqa, faqat tretий лицoni minimum 250, maksimum 280 qilasizlar. Mana shu oralig'ida bo'lsa, zalyotlaringiz o'ta darajada cho'tki bo'ladi. Oldidagi первый лицoni ham xuddi shunaqa qilib 250 dan baland, 280 dan past. Shu oralig'ida qilib o'ynaylar. Menda bu ikkalasi ham 267 turadi. Buni ham xuddi shunaqa qilib razделение настроекni o'chirib qo'yamiz. Men o'rgatgan narsalarning hammasini bitta to'g'rilab chiqqandan keyin bemalol lobbiga kirib, jigaringlarni 2 daqiqa o'rashingiz mumkin. Agar o'xshamasa, qaytib kelib kommentga xohlagan gapinglarni aytib so'kib ketishingiz mumkin. Like va podpiska esdan chiqmasin. Keyingi videolarda klassическийga chust taxlashni o'rgataman.